Ispaniya futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Terma jamoaning uslubi esa Loewe moda uyiga ishonib topshirildi. Brend futbolchilar uchun klassik kostyumlar, kundalik kiyimlar, poyafzal va charm aksessuarlardan iborat maxsus garderob yaratdi. Mukammal bichim, toza siluet va haqiqiy sokin hashamat estetikasi. Kostyumlar Loewe atelyesida tikilgan. Ularning ichki qismida faqat harakat paytida ko'rinadigan anagram logotipi bor. Jonathan Andersondan keyin brendni Jack McCallum va Lazaro Hernandez boshqarmoqda. Ularning maqsadi Loewe'ga asl ispan ruhini qaytarish. Futbol esa buning eng to'g'ri ramzi. Chunki Ispaniyada futbol shunchaki sport emas, u milliy DNKning bir qismi. Yangi avlodning eng yorqin yulduzlaridan biri Lamin Yamal. Ammo uning mashhurligidan ham ko'proq buvisiga bo'lgan mehri ta'sirliroq. Chunki haqiqiy muvaffaqiyat cho'qqiga chiqib o'z ildizlaringni unutmaslikdir.